1976-yilgi Olimpiada o'yinlarida 100 metrga yugurish bo'yicha faqat 8 nafar sportchigina finalga chiqqandi. Birinchi o'rinni olgan oltin medal sohibi keyingi sportchidan bor yo'g'i 0,1 soniyagina oldinroq kelgandi. Tezlikdagi arzimas farq naqadar katta natija. AQShda bo'lib o'tgan otlar poygasida birinchi o'rinni olgan ot bilan keyingi ot orasidagi farq 1 birim miqdoricha edi xolos. Birinchi otga $1 million berilgan bo'lsa, ikkinchi o'rinni olgan otga bor yo'g'i $75 ming berilgan. Masobadagi farqni ko'ring-u, natijadagi farqni ko'ring. Mana sizga qonun. Har kuni ertalab 1 soatgina ertaroq turib dars qilsangiz, bir haftada 7 soat dars qilgan bo'lasiz. Birozgina fursatdan keyin o'rtoqlaringiz orasidagi eng bilimdon kimsaga aylanasiz. Hamma sizga qoyil qoladi. Mana sizga ozgina farq bilan katta natijalarga erishish. Masjidga azondan oldinroq va hatto azon paytida borsangiz ham takbir aytilguniga qadar Qur'ondan 10 bet o'qishga ulgurasiz. 2 mahalgina farz namozida shunday qilsangiz, demak bir kunda 20 bet, ya'ni bir pora, bir haftada esa 140 bet o'qib qo'yasiz. Bu degani deyarli har oyda Qur'onni xatm qilasiz deganidir. Birozgina qo'shimcha vaqt bilan naqadar buyuk natijaga erishasiz. Ota boshlang'ich sinfdagi bolasiga ingliz tilidagi kitobdan har kuni 15 daqiqagina o'qitib borsa, o'rta maktabga borganda ingliz tilidagi istagan kitobini bemalol o'qib tushunadigan oladigan bo'ladi. Birozgina qo'shimcha vaqt ajratish bilan naqadar ulkan natijaga olib kelyapti. Xulosa, hayotingizda har bir jabhasida shu qoidaga amal qiling. Amalingizga, aloqalaringizga, sog'ligingizga, farzandlaringizga qarasangiz, ular orasidan sizni katta natijalarga olib boradigan, ko'kka parvoz ettiradigan omillarni topasiz. Bu kabi birozgina vaqt ajratishlar har kuni ertadan kechgacha ishlaydigan, tinimsiz band bo'lganlar uchun bo'lganidan keyin bekorchilikdan nima qilishini bilmay yotganlar haqida gapirmasak ham bo'ladi.